Mana shu kafemizga Windows Glass'dan sensorli eshik qo'yib berganmiz. Hop, bu joyimizni o'sha Chorsidagi mashhur qo'shonning ikkinchi filiali bo'lyapti. Qulandi. Ochib ketmaydimi? Ochilmaydi. Ochib ketyapti-ku. Odam bemalol kiradi-ku. Ko'p sensorli eshiklarda bu to'plagandan keyin mana shunaqa muammo bo'ladi. Hozir bunday yechimini ko'rsataman. Bizda xudo xohlasa bunaqa muammo bo'lmaydi. Boshqatdan qutlaymiz. Qani tekshirib ko'rchi? To'g'ri. Rosa ochib bo'lmayapti, gap yo'q deb. Mana hech nima qo'yilmagan. Pultni o'zidan quplandi, eshigimiz ochilmayapti mana. Qo'l holatiga tushdi. Ikkita qo'lda ochilmadi, mayli, bitta qo'ldan ocha olmayman. Nimaga Windows Glass'dan sensorli eshik olishga yana bitta sabab, brendlar ham qayerga murojaat qilishni bilishadi. Kimga shunaqa sifatli sensorli eshiklar kerak bo'lsa, bemalol Windows Glass'ga murojaat qilaverasizlar, xudo xolisa sifatli qilib o'rnatib beramiz.